Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, aziz muxlislarim, omonmisizlar? Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar bilan men bugungi dollar kursi bilan, valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. Manba dollar kursi rasmiy. Mana qarangizlar. Bozor kursi dollar sotish 11.950 so'm. Olish 11.990 so'm. Rasmiy kurs 1 AQSh dollari 11.952 so'm 73 tiyin. 1 rossiyskiy rubl 159 so'm 48 tiyin. 1 yevro 14.021 so'm 75 tiyin. 1 Qirg'iziston so'mi 136 so'm 67 tiyin. 1 Turkiya lirasi 264 so'm 55 tiyin. 1 Qozog'iston tengisi 25 so'm 80 tiyin. Markaziy bank mana bu hozir 8 dan 15 ta o'tganda kurs yangilandi. Azizlar, mana ko'ryapsizlar. Iltimos videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like ni bosamizda, kommentariyada iliq fikrlarimizni yozib, kanalga obuna bo'lamiz. Sababi kanalga obuna bo'lsak, har kuni chiqadigan kurslar, valyuta kurslari birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borishadi azizlar. O'sha uchun bu kanal samimiy kanal, siz bizga yaxshilikda xizmat qiladigan kanal. O'sha uchun like bossangiz sizdan pul ketmaydi. Like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Aziz qadrdonlarim, aziz aka-uka, opa-singillarim, aziz yurtdoshlarim, iltimos like bosishda baxillik qilmaymiz, kommentariyada iliq fikrlarni qoldiramiz va barchaga tarqatamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hozircha xayrlashamiz. Keyingi efirlargacha deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.